Hurmatli obunachilarimiz, albatta har yakshanba kunlarida siz uchun eng foydali bo'lgan retseptlarni tortiq qilishga odatlanganmiz. Bugun ham albatta siz uchun mazali bo'lgan, ko'rinishi ham juda ham chiroyli bo'lgan yaqin salatimizni retseptini bo'lishmoqchimiz. Jarayonni diqqat bilan tomosha qilsangiz, albatta o'rganib olasiz. Ketdik. Demak, hurmatli obunachilarimiz, bugun biz siz bilan birgalikda Favora oilaviy restoranining mohir bo'lgan oshpaz qizlardan bittasi, sizga mazali salatlarni tortiq qiluvchi qizimiz Manzuraxon bilan birgalikda ajoyib retseptni tortiq qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kayfiyatlar yaxshimi? Rahmat. Rahmat, xushvaqt bo'ling. Bayram muborak bo'lsin. Rahmat, o'zingizga ham muborak. Rahmat kattakon. Xo'sh, Manzuraxon, bugun biz tomosha qilayotgan obunachilarimizga qanday retseptni taqdim qilamiz? Bugun obunachilarimiz uchun yaxna salatimizdan tayyorlab ko'rsatamiz. Xo'p, buning uchun bizga qanday mahsulotlar kerak bo'ladi? Aytib o'ting. Buning uchun bizlarga ko'katlar, kartoshka, tuxum, qaynatilgan lavlagi, bodring, qatiq, suv va ziravorlar kerak bo'ladi. Xo'p, ishni nimadan boshlaymiz endi? Ishni bir chetdan to'g'rab boshlaymiz, masalliqlarimizni. Oldin lavlagimizdan boshlaymiz. Xo'p. Lavlagimizni somoncha shaklda to'g'rab olamiz. Lekin akroshkaga birinchi marta lavlagi solinishini endi ko'ryapman, lekin oldin ko'rmaganman. Ha. Bu yangicha uslubda tayyorlanadi. Retsept qayerda o'rgangansiz? O'zingiznikimi, shaxsiymi? Ha, shaxsiy. Buncha yaxshi. Manzuraxon, mana shu sohaga kirib kelganingizga necha yil bo'ldi endi? Bu sohaga kirganimga Xudo xohlasa 7 yil bo'ladi. Yaxshi, zo'r vaqt. Mana shu 7 yil davomida qancha retseptni endi o'rgana olgansiz? Qancha salatlarni tayyorlashni bilasiz? 100 dan oshiq, to'g'risi bilmayman, sanamaganman. Hammasi esingizda qolganmi? Aralashtirib yubormaysizmi? Ha, yo'q, esimda qolgan. Chunki har bitta salatning o'ziga xos bo'lgan ingrediyentlar, o'ziga xos bo'lgan mahsulotlari bor. Masalan, deylik, Sezarda bo'lgan mahsulotlar Dola salatda yo'q, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Bir-bir takrorlaymiz. Hattoki to'g'rash shakllari ham boshqacha, to'g'rimi? Har xil bo'ladi. Eslab qolish qiyin bo'lmaymi? Yo'q, qiyin emas. Bu sohada ishlagan har qanday oshpazga qiyin emas. Aytadi, ustasiga farqi dedingiz, shu gap. To'g'ri. Endi nima qilamiz? Lavlagimizni idishimizga solib olamiz. Keyin qatiq solinadi. Demak, 1 stakan. Suv. Qatiq yog'li qatiqmi, yog'sizmi? Yog'siz. Iloji boricha yog'siz bo'ladi. Keyin ko'katlarimizdan ukrop to'g'rab olamiz, ozgina. Mayda qilib to'g'raymiz. Manzuraxon, mana shu 7 yil davomida endi qancha shogird chiqargan, sanab ko'rganmisiz? Shogirdlarimdan ancha, to'g'risi sonini ham bilmayman. Lekin juda yaxshilaridan 3-4 ta sanoqli. Demak, gapingizga kiradigan asllaridan 2-3 ta. Xuddi o'zimga o'xshab tarbiyalanganidan 3-4 ta de. Endi ziravorlarimizdan ozgina qora murch, shakar. Shakar ham solasizmi? Ha, shakar ham solinadi. Va tuz. Endi yanada mazali bo'lish uchun ozgina 70% lik uksus ham solinadi. Yarim qoshiq solinsa yetadi. Xo'p. Va yaxshilab aralashtirib olamiz. Rangi juda ham chiroyli bo'lar ekan. Shu rangga chiqargan. Mazasi ham ko'rinishiga mos. Demak, lavlagi ham ta'm berish uchun, ham rang berish uchun, to'g'rimi? Ham rang berish uchun va hozir bahor oyida bu yaxna salatimizni ichsanglar, qoningizni ham ko'paytiradi. Vitaminga boy. Vitaminga boy-da. Endi tayyor desa ham bo'ladi. Idishimizga solib olamiz. Yarim tayyor bo'lib qoldi. Ha, yarim tayyor bo'ldi. Endi buni ustiga yana ham mazali bo'lish uchun tuxum, bitta tuxum. Demak, bezagi uchun. Bezagi uchun va yeyishli ham bo'ladi. Va bodring. Bodringimizni ham somoncha shaklda to'g'rab olamiz. Uyda bor mahsulotlardan bo'ladi bu salatimiz. Uydagi bekajonlar uchun lifehack. Haqiqatda hammasi uyda topiladigan narsalar. Faqatgina vaqt topishsa bo'lgani. Ha, albatta. Ko'k piyoz.
Menimcha parhez ushlaydigan va ortiqcha vazndan aziyat chekadigan insonlarimiz uchun ham menimcha bu retsept juda ham asqotsa kerak deb o'ylayman. Chunki kechki ovqatga ko'pchilik taom iste'mol qilmaydi. Yengil bo'lgan yaxna ichimliklarni yoki bo'lmasa yengil bo'lgan yogurt, shunga o'xshash mahsulotlarni iste'mol qilishadi. Yogurt ichmaysiz, endi faqat mana shu salatni tayyorlab yeb ko'rasiz. Salatimiz tayyor bo'ldimi endi? Salatimiz tayyor bo'ldi. Qochib turinglar, bir minut. Ha, aytgancha Zuhrajon, bizda Favora oilaviy restoranimizda shunaqa mayda tangacha somsalarimiz ham bor. Albatta, hurmatli bekajonlar, siz saharlik vaqti uchun yoki bo'lmasa iftorlik vaqti uchun vaqt topa olmayotgan bo'lsangiz, xamir ovqatni qilishga eriyotgan bo'lsangiz, quyidagi raqamlarga telefon qilsangiz, biz o'zimiz sizga ushbu mazali mahsulotimizni yetkazib beramiz. Rahmat, sizga olib borishingiz mumkin. Demak, davom qilamiz. Endi bu salatimizni yanada mazali qiladigan, hamma joyda topiladigan yarim tayyor mahsulot ayda hamzani qovurib olamiz. Demak, issiq yog'da qovurib olamiz, Issiq yog'da qovurib olamiz. Ketdik qovuramiz. Kartoshkamiz ham tayyor bo'ldi. Endi buni ozgina tuzlab olamiz. Demak, bu ayda salatimiz yanida qo'shimcha taqdim qilish uchun, to'g'rimi? Ha, ana endi tayyor bo'ldi desak ham bo'ladi. Endi yeb ko'rib bahosini berasiz. Xo'p. Tatib ko'ramiz, qanaqa chiqqan ekan. To'g'risini aytsam, ko'rinishi juda ham chiroyli, lekin xafa bo'lmaysiz, tatib ko'rishingiz kerak. Oling o'zingizdan. Qani, bismillah. Juda ham mazali. Juda ham ta'mi zo'r bo'libdi. Albatta, bunaqa ajoyib retsept uchun katta rahmat deymiz. Qo'lingiz dard ko'rmasin. Hurmatli bekajonlar, keyingi yakshanba kunlarida sizga qanaqa retseptlarni tortiq qilishimizni xohlaysiz? Izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Ko'rishguncha xayr.